Madaniyat sarhad bilmaydi. Tailandda bo'lib o'tgan gala konsert bu fikrning yorqin dalili bo'ldi. Janubiy Sharqiy Osiyoning ushbu davlati aholisi qozoq madaniyati va san'ati bilan tanishdi. Tomoshabinlarga o'nlab nomerlar, autentik qozoq raqslari, shu jumladan nafisligi bilan tomoshabinlarni lol qoldirgan oqqush namoyish etildi. Arular, kerbes sulu, qara jo'rg'a taqdim qilindi. Xalq raqslari va milliy liboslar yig'ilganlarni rom etdi. Katyusha jamoasining 200 nafar raqqosalari sahnaga rang kiritdi. Ushbu tay ansambli ham qozoq xoreografiyasiga katta e'tibor beradi. Qozoq do'mbirasi tomoshabinlar xayolini bepoyon dashtlarga olib ketdi. Ta'kidlash lozimki, konsertga 500 nafardan ziyod tomoshabin, diplomatlar, xalqaro kompaniyalar xodimlari va Tailand aholisi to'plandi. Bizning madaniyatimiz bilan dasturimizda bu oqshom Qozog'iston uchun juda muhim. Bizda o'z madaniyatimiz va an'analarimizning bir qismini taqdim etish imkoniyati mavjud. Ushbu tadbir do'stlik, o'zaro ishonch va madaniyat robitasiga aylandi. Ko'pirlarning bostamasi bo'lsin.